Meni hech kim tanlamaydi. Men seni tushunaman. Men ham e'tiborsiz qolganman. Lekin bu oxiri emas. Yo'l me bizniki, sizlar esa o'yinchoqsiz. Kattalik me kuch degani. Balki ular haqdir. Men haqiqatan ham kichkinaman. Hech kimga kerak emasman. Yetar endi tushkunlik. Biz o'zimizni ko'rsatamiz. Kichkina bo'lsak ham bekor emasmiz. Bekor emasmiz. Endi hammasi o'zgaradi. Bu oddiy yo'l emas. Bu men bizning sinovimiz. Eng qiyin yo'lni tanlaymiz. Ha. Men seni tashlab ketmayman. Birga boshladikmi, birga tugatamiz. Mahkam ushla. Qildik. Birga bo'lsakmi, hech narsa to'xtata olmaydi. Biz kuchlimiz. Nima bo'lyapti? Harakat qila olmayapmiz. How is this possible? Kichkina deb o'yladingmi? Mana mening kuchim. Endi qarab tur, qanday qilib? Sen buni uddalading. Yo'l tugadimi? Oldinda faqat bo'shliq. Endi nima qilamiz? Birga o'tishimiz kerak. Yomon. Sekin va ehtiyotkorlik bilan. Hech kim ortda qolmasin. Har qadam sinov. Sekin, lekin qat'iyatli. Biz birgamiz. Shu muhim. Yiqilyapman. Bu yo'l juda xavfli. Labo, meni ushla. Tutdim. Siz xavfsizsiz. YouTube'dagi Mans Travels AI kanaliga obuna bo'ling, bundanda qiziq videolar hol yo'ldingda.